mamlakatlari bayroqlariga e'tibor bersangiz, ularning birortasida o'qotar qurollar tasvirlanmagan. Faqatgina bir davlatdan tashqari. Ushbu bayroq Mozambik davlatiga tegishli bo'lib, unda ketmon va Kalashnikov avtomati tasvirini ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, ketmon qishloq xo'jaligini, avtomat esa davlat mudofaasini ifodalar ekan. Mozambik o'zi qayerda joylashgan? Bu mamlakat olis Afrikaning janubiy qismida, Hind okeanining g'arbida joylashgan bo'lib, shimolda Tanzaniya, Malavi va Zambiya bilan, g'arbda Zimbabve, janubda Janubiy Afrika va Eswatini bilan chegaradosh. Umumiy hududi 801.590 kvadrat kilometr. Mozambik poytaxti Maputo shahridir. Mamlakat aholisi 34 million kishidan ortiq. Aholining katta qismi xristian diniga e'tiqod qiladi va davlat tili portugal tilidir. Mozambik agrar davlat bo'lib, o'rtacha oylik ish haqi $200 atrofida. Yillik yalpi ichki mahsuloti 22 milliard dollarga teng. Dunyo mamlakatlari